Bu yil 28-iyun Amerika poytaxti Washingtonda rasmiy boshlangan 2022-yillik xalqaro diniy erkinlik oliy kengashi Uyg'ur masalasini, bo'libmi Uyg'urlar duch kelayotgan diniy bostirishlarni musulmonlar dunyosi va xalqaro jamiyatiga anglitishga keng sahna hazırlab berdi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi, Uyg'ur kishilik huquq qurultayining raisi Ömer Qanat apandi va Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim erki qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlarga vakolatan bu qitimliq kengashga qatnashdi. Amerika hukumatining sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Beronumbek apandi va Tom Lantos kishilik huquq va adolat fondi raisi Doktor Katrina Lantos Sivit xonim Uyg'urlar uchrayotgan erki qirg'inchilikni tilga olib turib, dunyoning har qaysi joylarida diniy kimligi tufaylidan bostirishga uchrayotgan millatlarning diniy erkinligini qo'g'dashning muhimligi to'g'risida so'z qildi. Amerika hukumati Xitoyning 5 shirkatini Rossiyaning harbiy sanoatini qo'llaganlik sababli savdo qora tizimligiga kirgizdi. Amerika Savdo Ministerligining aytishicha, qora tizimligi 5 Xitoy shirkati Rossiyaning 24-fevral Ukrainaga keng ko'lamda tajovuz qilishdan ilgari qora tizimlikdagi Rossiya organlarini mol bilan ta'minlagan. Tizimlikdagi uchurlarga asoslanganda Amerika savdo tarmoqlari Rossiya, Arab Birlashma Xalifaligi, Litvaniya, Pokiston, Singapur, Angliya, O'zbekiston va Vyetnamdagi bir qism shirkat yoki organni qora tizimlikka qo'shgan. Ammo qora tizimlikka kirgizilgan 36 o'rinning 25i Xitoydagi tijoratni asos qilgan shirkat organlar ekan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti rahbarlari Madrid boshliqlar yig'inida qabul qilingan yangi strategiyalik huquq hujjatida Xitoy tunji qitim tahdid deb tilga olindi. Strategiyalik shirkat deb qaralgan Rossiya bu qitim eng muhim va bevosita tahdid qatoriga kirgizildi. Angliya Tashqi ishlar ministri Liz Truss Avam palatasida so'z qilganda Xitoy bilan jiddiy vaziyatni boshdan kechirayotgan Tayvanga harbiy yordam berish taklifini berdi. Truss mundaq dedi: Ukrainaga burunli mudofaa qurollari avatishimiz kerak edi. Tayvan masalasida buningdan saboq olishimiz lozim. Avatilgan qurollarni o'gitish uchun oylar ketdi. Shunga qancha tez qilsak shuncha yaxshi. İspaniyaning poytaxti Madridda o'tkazilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashgan Turkiya raisi Erdo'g'an Amerika prezidenti Joe Biden bilan ikki taraflik uchrashuv o'tkazdi. Biden axborotga yepiq uchrashishdan ilgari Turkiyaning Shvetsiya va Finlandiya bilan tuzgan kelishimiga rahmat etdi. Ikki rahbarning uchrashishi taxminan 1 soat 15 minut davomlashdi. Şunun bilan birga Erdo'g'anning Amerika prezidenti Joe Biden bilan Angliya bosh ministri Boris Johnson bilan bo'lgan samimiy suratlari kishilarning diqqatini tortdi. Turkmanistonning sohibxonligida poytaxt Ashxobodda o'tkazilgan 6-navbatlik Kaspiy davlatlar boshliqlar yig'iniga qatnashgan Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart To'qayev o'zlarining 5 davlat o'rtoqlashgan Kaspiy dengizining har vaqt qo'shnilarchilik, o'zaro hamkorlik va do'stlik dengizi bo'lishini umid qiladiganligini aytdi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti davlatlarining rahbarlari Shvetsiya va Finlandiyani ittifoqqa qatnashishga taklif qilishni qaror qildi hamda kirish kelishimiga imzo qo'yishga qo'shildi.